Yo, salom, sizlar bilan men Dayred va bugun sizlar bilan Minecraftning yangi 26.2 versiyasi haqida gaplashamiz. Hamma bilgan bo'lsa kerak, Minecraft Live 2026 yaqinda bo'lib o'tdi va bularda yangi narsalar haqida gapirib o'tishdi. Hali bu versiya to'liq chiqqani yo'q, lekin shunga qaramay yangi mob, yangi g'or va yangi bloklar haqida gapirib o'tishdi. Ya'ni mavzu sulfur haqida, ya'ni oltin gugurt. Ko'p bo'limlar o'tdi va keyinchalik esa bizni ekranimizga Agnes chiqdi va bizga Minecraft kevlari, ya'ni sulfur kevlari haqida tushuntirib o'tdi. Agnes bizga yerni tagiga tezroq tushishimiz kerakligi va katta g'orlarni uchratishimiz kerakligini so'radi va keyinchalik katta g'orlarning ichida sulfur kevlar mavjud ekanligi, ya'ni siz sariq bloklarni ko'rishingiz kerak va sariq bloklarni oldida qizil bloklar ham bo'lishi kerak. Sulfur kevlar oddiy kevlarga qaraganda juda ham boshqacharoq. Ya'ni sulfur kevlarni ichida suvlar bo'ladi. Suvlardan gazlar ajralib chiqadi. Eng qizig'i endi, ya'ni sulfur kevlarning ichiga tushganingizda sizga zaharli effekt berib qo'yadi. Ya'ni qorin og'rig'i. Bu bilan ekranni to'g'ri ko'ra olmaysiz. Har doimgidek Minecraft an'analaridan biri bu yangi bloklar qo'shish. Yangi bloklar orqali endi zinapoyalar, kattaroq va qattiqroq bloklar yasa olasiz. Va bizga yangi mob qo'shildi. Bu sulfur kublar. Sulfur kublar juda ko'p bo'lib, to'da bo'lib yurishadi. Uni eng asosiy xususiyatlaridan biri bu blok yuta olishi. U blok yutgandan keyin o'yinchilardan zarar olmaydi va u har blok yutishiga qarab o'zgaradi. Agar u muz blok yutsa silliq bo'ladi, temir blok yutsa esa og'irlashadi. Endi do'stlar bilan birga maroqli o'yin ketadi, chunki u bilan mini o'yinlar o'ynasa bo'ladi va ko'p youtuberlar o'ynab ham bo'lishdi. Va yangilanishlar shulardan iborat edi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, tezroq obuna va like ni bosing. Keyingi videogacha xayr.